Assalomu alaykum barchaga. Bugungi bonus darsimizni mavzusi ozib qayta semirmaslik uchun nima qilish kerak? Dolzarb mavzu. Birinchi navbatda ozish jarayonini to'g'ri boshlash kerak. Ya'ni kaloriyani birdaniga cheklab qo'yish kerak emas. Kaloriyani birdaniga cheklasangiz metabolizm sekinlashib ketadi. Birinchi navbatda gormonal muvozanat buziladi. Bu yomon oqibatlarga, ya'ni semirishga olib keladi. Ikkinchi narsa, sog'lom ovqatlanish odatlarini asta-sekinlik bilan o'zingizning hayot tarziga aylantirishingiz kerak. Ya'ni sekin asta sog'lom ovqatlanish odatlariga o'tishingiz kerak. Ikkinchi navbatda doimiy ovqatlanish tartibiga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Ya'ni biz birinchi navbatda oqsillarga boy ovqatlarni ko'p yeyishimiz kerak. Oqsil organizmga ko'proq kirish kerak. Albatta me'yor bor. Ya'ni oqsil bu quruvchi material. Mushaklarimizni qisqarishini oldini olish uchun, mushaklarimizni yonib ketishini, yo'qolishini oldini olish uchun quruvchi material oqsilni yeyishimiz kerak. Bu aytib o'tdik. Tuxumda, indukda yoki g'ulg'ula deydi, tovuq go'shtida bo'ladi, baliqda bo'ladi. Shularni iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingi navbatda murakkab uglevodlar bor. Bularga devzira guruch, ovsyanka, grechka, dukkakliklar kiradi va to'yinmagan yog'larni iste'mol qilishimiz kerak, albatta me'yorida. To'yinmagan yog'larimizga yong'oq, avokado, baliq yog'i, shularni bemalol misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyin oq non, shirinliklar, gazli napitkalarni cheklashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bular organizmga tez so'riladigan, tez hazm bo'ladigan uglevodlar hisoblanadi. Shuning uchun bularni cheklaymiz. Chunki qondagi glikemik bularda glikemik indeksi baland, qonda shakar miqdorini orttirib yuboradi. Bu natijada insulin ishlab chiqariladi va bizni tez och qolishimizga, ochlik hissini his qilishimizga sababchi bo'ladi. Keyingi navbatda asta-sekinlik bilan ovqatlanishni rejimga solib olishimiz kerak. Ya'ni ovqatlanishda o'zini tartibi bo'lishi kerak. Har kuni masalan 3 mahal ovqatlansangiz, bir xil vaqtni tanlab turib, shu bir xil vaqtda ovqatlanishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi navbatda jismoniy mashg'ulotlar, ya'ni jismoniy yuklamalar, mashqlar. Bular qanday bo'ladi? Ya'ni kuchli, og'ir jismoniy mashg'ulotlarni kardio mashg'ulotlari bilan almashtirishingiz kerak bo'ladi. Bir haftada 3-5 marta ushbu mashg'ulotlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Sababi bizda depo hosil qilishimiz kerak. Mushaklar aro glikogen zahirasini hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta bunga ahamiyat berish kerak. Nima bo'ladi? Mushaklarimizda depo bo'ladigan bo'lsa, bizda organizmga mabodo shirinlik tushadigan bo'lsa ham, bu shirinlik shu depoga zaxira bo'lishligi uchun kerak bo'ladi. Mushaklar qanchalik katta bo'lsa, shunchalik kaloriya yonishi ham ko'p bo'ladi. Keyingi navbatda stress holatlari. Stress bizda qancha asabiy bo'lsak, shuncha organizmda stress gormoni bor. Kortizol miqdori ortadi. Kortizol miqdori organizmda yog' to'planishiga sabab bo'ladi. Buni me'yorlashtirish uchun nima qilish kerak? Bizga tinchlik holati kerak. Chet elda yoga bilan shug'ullanishadi. Meditatsiya deydi. Bizda suv bo'ylarida yoki sokin joylarda maxsus vaqtni belgilab olib, sayr qilgani chiqishingiz mumkin. Sayr qilasiz. Tinch holatda bo'lish kerak, xotirjam bo'lishingiz kerak. Shu narsa kortizolni miqdorini tushishiga sabab bo'ladi. Keyingi navbatdagi narsa bu uyqu.
uyqu albatta me'yorida bo'lishi kerak. Ya'ni o'zini normasini bajarishingiz kerak bo'ladi. Uyquni gormoni bor, uyqu gormoni melatonin ajralib chiqaradi. Bu ham qachon uyqu qancha bo'lishi kerak? Ya'ni bir kunda 7-8 soat uxlashingiz kerak bo'ladi. Agar uyqu kam bo'ladigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Unda bizda ishtahani ochuvchi gormon ajralishi ko'payadi. Natijada bizda qornimizda ochlik his qilamiz va borib xolodilnikdan bu narsa yeb qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni me'yorga solish uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun uxlashdan 2-3 soat oldin biz yorug' narsalardan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Ya'ni telefon ko'rish kerak emas, televizor ko'rish kerak emas, yorug' narsalarga qarash kerak emas. Chunki melatonin bu faqat qorong'uda ajralishni boshlaydi. Shuning uchun svet o'chilgan holatda biz uyqumiz keladi. Bu uyquga javob beradi. Shuning uchun shu narsalarga ahamiyat berish juda ham zarur hisoblanadi. Keyingisi, yangi sog'lom turmush tarzingizga moslashishingiz kerak. Ya'ni siz ozishlik jarayonida kilogramlarni yo'qotyapsiz. Shu davrdagi odatlarni hayot tarzingizga aylantirib yuborishingiz kerak. Moslashtirishingiz kerak hayot tarzingizga. Hamma yo'lda hozir yeyveraman, keyin yana ozib olaman degan noto'g'ri fikrlar bor. Bu mutlaqo noto'g'ri. Agar siz ushbu jarayonlarni hayot tarziga, ya'ni sog'lom ozish jarayonidagi paydo bo'lgan odatlarni hayot tarziga aylantirmasangiz, tatbiq qilmasangiz, unda ortiqcha vazn qisqa muddat ichida qaytib keladi. Bu sizni stressga, yana motivatsiyangizni tushib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun sog'lom ozishlik jarayoni bu tez kechadigan jarayon emas. Bu asta-sekinlik bilan adaptatsiya, ya'ni organizmni moslashtirish kerak va hayot tarzi o'zingizni maxsus strategiyasi bo'lishi kerak ozishlikka oid. Shu strategiya bilan uzoq muddat davom etib ketish kerak. Shu joyda ushbu mavzuyimizni nihoyalaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'pchilikni talab va istaklariga binoan men o'zimni ozishlik reality showimni boshladim. 6 kun bo'ldi, 6 kun ichida 5 kilogram vazn yo'qotdim. Reality nimadan iborat? 2,5 oy vaqt bo'ladi. 2,5 oy vaqt ichida maxsus Telegram yopiq kanalini ochganmiz. Shu kanalda men qanday ozayotganimni jarayonlarini qo'yib boraman. Ishoning, qatnashuvchilar maza qilyapti. Sababi har kuni men ozishlikka oid foydali ma'lumotlarni berib bormoqdaman. Tasavvur qiling, 2,5 oy davomida foydali ma'lumotlarni sizlarga beraman. Kaloriya sanashni o'rgatib qo'ydim. Menyu tuzishni o'rgatib qo'ydim. Hech qaysi dietolog, hech qaysi nutritsiolog bu ishni siz uchun qilib bermaydi. Arzimagan narx evaziga bunaqa mahsulotni sotib ola olmaysiz hech qayerdan. Demak, 2,5 oy vaqt davomida 15-20 kilogram vazn yo'qotishimiz kerak. Shuni qadamma-qadam ko'rsatib boryapman. Agar kimdir qo'shilishlik niyati bo'lsa, shu videoni ostida, kommentariyada va opisaniyada havola qoldiramiz. Havola orqali Telegram kanalga o'tib, bu yerda to'liq ma'lumotni olib, ushbu yopiq Telegram kanalimizga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, havolaga kiramiz, havolada Telegram kanalga o'tasiz, u yerda to'liq ma'lumot bor. U ma'lumotni o'qib turib, shu to'lovni qilganingizdan keyin to'lovni chekini adminga, administratorga, menejerga yuborasiz va sizni yopiq Telegram kanalga qo'shib qo'yadi. Ishoning, bu arzon narx evaziga siz bilim olasiz. Juda ko'plab ma'lumotlarni olasiz va real vaqt davomida meni qanday qilib ozayotganimni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan yopiq Telegram kanalda ko'rishguncha sog' bo'ling.